Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana aqllilar o'yini o'ynash boshlaymiz. Demak, mana bu kitobda berilgan birinchi darsdagi uni topshiriqni bajarib ko'ramiz. Tayyormizmi bolajonlar? Landi. O'yin boshlandi. Demak, birinchisini tutamiz. Birinchisini qilyapsanmi Sarvar? Ha, birinchisini qilyapman. Qani bir? Qani? Ha, bu yerda boshqa narsa yozilganmi? Mana kim birinchi bo'lar ekan? G'olib bo'lganlar mana bu o'yinchoqlardan birini nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Mana buni tagiga qo'yib olsang. Mana Muslimani qara. Kallasi shetan shunga qo'yib oladidan qo'li bilan ushlab turmaydi. Ikkita qo'li bilan nima qilsa bo'ladi? Terib chiqsa bo'ladi. Qo'yil. Demak, Musliman yana nima qildi? Birinchilardan bo'lib terib bo'ldi. Endi nima olasan? Demak, bu nima? Antika no, demak, zimeka. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Sarvar, faolroq bo'l.